Assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda reading tekstlarini tahlil qilishni boshlaymiz. Bizada tekstlar berilgan va vocabulary berilgan. Undan keyin bizda exercise, ya'ni gap filling, vocabulary bo'yicha bu to'ldirish kerak. Reading comprehension. Biz asosan tekst va reading comprehension savollari bo'yicha ishlaymiz. Chunki xuddi mana shu struktura attestatsiya testiga aloqador. Ya'ni attestatsiyada bizdan multiple choice questionlar so'raladi. Shuning uchun biz mana bu reading comprehension qismidagi 3 ta savoliga javob topishga harakat qilamiz. Xo'p, demak sizlar bilan boshladik. Qisqacha reading ishlash bo'yicha tip berib o'tib ketaman. Reading tip. Ya'ni bu nima? Birinchi o'rinda tekstni o'qishni boshlashdan oldin avvalo savolga e'tibor bering. Savolni o'qishni boshlang. Men ham tekstni o'qishdan oldin mana bu yerda savolni o'qishni boshlayman. Va savollardan biz o'zimizga keywordlar ajratib olamiz. Va o'sha keywordlar asosida tekstni o'qib, keywordlarni topishga harakat qilamiz. Shunda biz javobni tezroq topamiz. O'qiymiz. Reading comprehension. Birinchi savol. Now the complexity of human brain. Mana bu yerda aytyaptiki, now the complexity of human brain. Hozirda inson miyasining murakkabligi deyapti. Demak, shu narsa nimagadir olib kelishi mumkin yoki nimanidir o'zgartirishi mumkin, shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Buni topishimiz kerak. Demak, bizda keywordlar now, hozir, bu so'zga e'tibor beramiz. Complexity of human brain. Demak, shu 3 ta so'zni esimizda saqlab turishimiz kerak. Reading o'qiyotgan paytimizda shunga e'tibor berib ketamiz. Keyingi savolimiz. It's pointed out in the passage that machines with human-like ability. Demak, tekstdan bizga ma'lum bo'lyapti-ki, insonga o'xshash qobiliyatli mashinalar. Bizda bu yerda keywordlarimiz machines, human-like ability. Human-like ability, machines. Uchinchi savolimiz. It is suggested that in the long run, human beings. Bu yerda keywordimiz in the long run, human beings. Uzoq muddatli vaqtda insonlar uzoq davrda nimadir qiladi. Shu narsani topishimiz kerak ekan. Demak, keywordlarimizni belgilab oldik birinchi o'rinda. Endi tekstga o'tamiz. Ikkinchi qadam tekstni o'qishni boshlash. Skimming qilamiz. Endi tekstni o'qishni boshlaymiz. The human brain contains, I'm told, 10,000 million cells, and each of these may have 1,000 connections. Such enormous numbers used to daunt us and cause to dismiss the possibility of making a machine with human-like ability. But now that we have grown accustomed to advancing at such a pace, we can be less sure. Demak, bu yerda mana bizning keywordimiz kelyapti. Mana bu yerda now. Birinchi savolimizda now deb boshlangan edi, hozir. Now shu yerga e'tibor beramiz. We have grown accustomed to advancing such a pace, we can be less sure. Xo'sh, davom etamiz. Quite soon, in only 10 or 20 years, perhaps we will be able to assemble a machine as complex as the human brain. Savolni bitta ko'rib olamiz. Shu yergacha o'qib chiqdik, skimming qilib. Now the complexity of human brain. Demak, hozir inson miyasining murakkabligi. Javoblarni o'qiymiz. Makes it impossible for us to create intelligent machines. Demak, inson miyasining murakkabligi bizni aqlli mashinalar yaratishimiz uchun imkonsiz qiladi, deyapti. Demak, mutlaqo imkonsiz qiladi degan javobimiz bu noto'g'ri bo'ladi.
makes it impossible for us to create intelligent machines. Va tekstimizda esa nima deyapti? Xo'p, menga aytilgani kabi, boshdan tarjima qilamiz. Menga aytilgani kabi, inson miyasi 10,000 million hujayralardan iborat bo'ladi va bularning har biri minglab bog'lanishlarga ega. Demak, bunday katta raqamlar bizni qo'rqitib kelgan edi avvallari va insonga o'xshash qobiliyatli mashinalarni yaratish ehtimolini cheklayotgandi. Ya'ni use it to deyapti. Demak, avval shunday bo'lgan, lekin hozir emas degan ma'no kelib chiqadi bundan. Demak, birinchi javobimizda A'sida makes it impossible for us to create intelligent machines. Demak, inson miyasining murakkabligi bizni aqlli mashinalar yaratishimizga to'siq bo'ladi degan javob chiqyapti. Bu avval shunday bo'lgan, hozir emas. Demak, bu javobimiz xato hisoblanadi. Agar now o'rnida before bo'lganda bu javobimiz to'g'ri bo'lishi mumkin edi. Chunki avval deyilyapti. A javob xato, buni o'chirib qo'yamiz. B'sini o'qiymiz. Now the complexity of human brain causes us to dismiss the possibility of making intelligent computers. Hozirda inson miyasining murakkabligi aqlli kompyuterlar yaratish ehtimolligini kamaytiradi, yo'qotadi demoqchi. B'sida demak, inson miyasining murakkabligi hozirda aqlli kompyuterlar yaratish ehtimolini yo'qqa chiqaradi. Yo'q, bu ham to'g'ri kelmaydi. B'sini ham o'chiramiz, xato. C'ni o'qiymiz. Leads to our uncertainty about the ability of the machines. Demak, hozirda inson miyasining murakkabligi mashinalar qobiliyati haqidagi noaniqligimizga olib boradi. Bu haqida tekstda gap ketmadi. Demak, C javob ham xato, buni ham o'chiramiz. D'sini o'qiymiz. Does not discourage us to make machines with human-like ability. Demak, hozirda inson miyasining murakkabligi insonga o'xshash qobiliyatli mashinalarni yaratishdan bizni discourage qilmaydi. Ya'ni bizga to'sqinlik qila olmaydi bu narsa. Inson miyasining qanchalik murakkab ekanligi bizni xuddi shu insonga o'xshash mashinalarni yaratishimizga to'sqinlik qila olmaydi, deyapti. Demak, bu javobimiz to'g'ri kelyapti, belgilaymiz va har doim readingda to'g'ri javobni topdingizmi, uni 2 marta tekstdan isbotlavang. Haqiqatdan ham bu javob to'g'ri keladimi? Endi shu javob bizga to'g'ridek tuyuldi, to'g'ri deb hisoblayapmiz. Endi buni isbotlaymiz. Now the complexity of human brain does not discourage us to make machines with human-like ability. Tekstga o'tamiz. Bu yerda aytganki, such enormous numbers, mana bu yerda such enormous numbers use it to daunt us and cause to dismiss the possibility of making a machine with human-like ability. But now that we have grown accustomed to advancing at such a pace, we can be less sure. Xuddi mana shu yerdan chiqyapti javobimiz. Ya'ni oldinlari bunday katta raqamlar bizni qo'rqitib kelgan va insonga o'xshash qobiliyatli mashinalarni yaratish ehtimolini yo'qqa chiqargan. Lekin hozir biz bunga odatlanganmiz, odatlanib o'sib boryapmiz. Demak, bu javobimiz to'g'ri kelar ekan. Va biz D'da to'g'ri javobni topdik. Endi bizda I variant ham bor. Buni tashlab keta olmaymiz. I variantni ham o'qib qo'yamiz. Now the complexity of human brain frightens us and we feel we can't achieve such a thing. Hozirda inson miyasining murakkabligi bizni qo'rqitadi va biz bunday narsaga erisha olmaymiz deb his qilamiz. Yo'q, bunday ham to'g'ri kelmaydi. Bizni qo'rqitadi deb aytyapti. Yo'q, hozir qo'rqitmaydi. Avvallari qo'rqitgan edi. Shuning uchun javobimiz ham xato. Bizda to'g'ri javob D qoladi.
Endi ikkinchi savolga o'tamiz. It's pointed out in the passage that machines with human-like ability, tekstda aytib o'tilyaptiki, insonga o'xshash qobiliyatli mashinalar. Xo'p, javoblarni o'qiymiz. A'sida are likely to be made in the near future. Yaqin kelajakda yaratilishi ehtimoli bor. B'sida have almost no possibility of being made. Yaratilishining hech qanday ehtimoli yo'q. No possibility deyapti B'sida. C'sida are very difficult to assemble. Bu judayam qiyin. Buni amalga oshirish judayam qiyin. D'sida need complex software. Murakkab software kerak bo'ladi buning uchun. I'sida move faster than human beings. Insonlarga qaraganda tezroq harakatlana oladi. Tekstni o'qiymiz endi. Quite soon, tez orada, in only 10 or 20 years perhaps, 10-20 yilda ehtimol, we will be able to assemble a machine as complex as the human brain. Mana javobimiz chiqdi xuddi shu yerdan. Mana bu yerdan. Qayta o'qiyman. Quite soon, tez orada, in only 10 or 20 years perhaps, 10-20 yilda ehtimol, we will be able to assemble a machine as complex as the human brain. Biz inson miyasi kabi murakkab bo'lgan mashinani yarata olamiz. Bizda demak qaysi javobda berilganida bu? Ko'ramiz. Demak, insonga o'xshash qobiliyatli mashinalar are likely to be made in the near future. A'sida aytayaptiki, yaqin kelajakda yaratilish ehtimoli bor. Shu javobimiz tushadi nimaga? In the near future deyapti savolda. Tekstimizda esa quite soon deb beryapti. Demak, bu paraphrase qilingan. Quite soon, in only 10 or 20 years. 10-20 yilda. Atigi 10-20 yilda. Quite soon, tez orada. Bu in the near future ga teng keladi. Va are likely to be made. Yaratilish ehtimoli bor deyapti. Are likely to be made. Tekstimizda esa aytayaptiki, perhaps deyapti. Ya'ni bu ham perhaps bilan likely paraphrase qilingan. Demak, javobimiz A javob bo'lar ekan. Endi qolgan javoblarni nimaga xatoligini topamiz. B'sida have almost no possibility of being made. Bunaqa mashinalarning yaratilish ehtimoli umuman yo'q deyapti. No possibility degani uchun mutlaq yo'q deb qo'yapti. Shuning uchun xato B'si. B'si xato. C are very difficult to assemble. Qilish juda ham qiyin deyapti. Yo'q, 10-20 yilda buni ehtimol bor qilamiz deyapti. Shuning uchun C ham xato. D'sida need complex software. Bu haqda umuman gap ketmadi. Murakkab software kerak, zarur degan gap ham yo'q edi. Move faster than human beings. Insonlarga qaraganda tezroq harakatlanadi. Bu haqida ham tekstda ma'lumot mavjud emas. Shuning uchun eng to'g'ri javob bizda A bo'lyapti va bu 100% to'g'ri javob, chunki tekstda xuddi shu narsa paraphrase orqali berilgan. Har doim to'g'ri javobni olgandan keyin uni tekstdan isbotlab oling. Bu sizni to'g'ri javob topishingizni 2 marta oshiradi.